Respublikasi Prezidentining joriy yildagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shma chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarori ijrosini ta'minlash, jinoyatchilik, huquqbuzarlikni oldini olish hamda jismoniy shaxslar hamda mahalliy aholi o'rtasida yuzaga kelayotgan maishiy va ijtimoiy nizolarni sudgacha bo'lgan bosqichda o'zaro kelishuv va tinchlik yo'li orqali samarali hal etish mexanizmini joriy etishga qaratilgan. Shuning bilan birga nizolarni bartaraf etishda mediatsiya institutida keng foydalanish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish hamda jamiyatda sog'lom muhitni mustahkamlash ko'zda tutilgan. Biz markazimiz 20-yilda prezident qarori ijrosi doirasida tashkil qilingan. Bugungi kunda markazimizda 50 nafardan ortiq professional mediator doimiy reyestrda faoliyat yuritadi. Eksperimentimizga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kundagi huquqni qo'llash amaliyoti bizning fikrimizga ko'ra iqtisodiy va fuqarolik protsessual qonunchiligi mediatsiyani qo'llash uchun keng imkoniyatlar yaratadi, taraflarni ko'p jihatda rag'batlantirib beradi. Agarki taraflar ixtiyor qiladigan bo'lsa, mediatsiya o'tkazish uchun ish ko'rish to'xtatib turiladi 60 kunga qadar. Agarki mediativ kelishuv tuziladigan bo'lsa, ish ko'rmasdan qoldiriladi, huquqiy oqibatsiz qoldirilib, agarki davlat boji to'langan bo'lsa, uni qaytarishga ham imkoniyati bor. Bu davlat tomonidan berilayotgan moliyaviy stimul hisoblanadi. Aynan shu stimul tufayli dastlabki 5 yil davomida bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha, Oliy sud statistikasi bo'yicha to'g'rirog'i 25 mingga yaqin nizo o'zaro kelishuvga asosan hal bo'lgan. Biz mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu juda katta narsa bu. Mana sud qarori deganimizdan keyin bu ijro ham shu bilan bog'liq. Agarda professional mediatsiyani yo'lga qo'ya olsak biz. Buning uchun meni fikrim, birinchi navbatda baribir o'sha tushuntirish ishlarini ko'proq olib borishimiz kerak. Fuqarolarimizni huquqiy ongini oshirishimiz kerak. Nima bo'lsa darda sudga yugurma, sudlanma, sud oxirgi zarurat, oxirgi haligi bir hech iloji qolmaganda ana keyin keladigan joy bo'lish kerak sudga. Ungacha hamma imkoniyat bor. O'sha yerda o'tirib, stolning atrofida o'zaro bir-birini o'sha qoniqtiradigan yechimga kelish kerak. Mana shuni eng to'g'ri yo'l bo'ladi o'zi aslida. Mediatsiyani biz qo'llab-quvvatlaymiz, buni takomillashtirish bizdan qanaqangi yordam bo'lsa, mana sudyalarimiz birga ishlashga ham tayyor biz. Men o'ylayman, hammamizga yaxshi bo'ladi agarda bu mediativ kelishuv orqali shu narsa mustahkamlansa, birinchidan o'sha ish hajmi ham kamayadi. Mana shu ishlarda hop sud tasdiqladi nima bu narsani agarda bu yerdagi hal bo'lib ketadigan bo'lsa, sudgacha olib chiqmasa bo'ladigan ishlarimiz juda ko'p. Xudo xolasa Toshkent shahrini respublikada shu xavfsiz muhit prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifalarni ijrosiga ayniqsa mana Yakkasaroyda Nilufar Anvarni bosh mana juda yaxshi komanda bilan birga biz yordamga tayyormiz. Birgalikda ishlaymiz. Rahmat hammalaringizga.